Aniq bilaman, siz bunaqa beshbarmoqni yeb ko'rmagansiz. Lokatsiya videoning oxirida. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan ikrom beshbarmoqni obzorini qilamiz. Ketdik, atmosferani ko'rsataman. Beshbarmog'imiz ham tayyor bo'libdi. Ko'rishlaringiz mumkin, qazi qarta hamda surgo'shlar bilan. Otni qovurg'asidan qilingan qazi. Bu otni qovurg'asimi yoki dinozavr qovurg'asimi? Kommentariyada yozib keting. Beshbarmoqda surgo'shti o'rni aynan muddao. Qazilarni ham kesib oldik, Jaydarinskiy o'zimizning uslubda. Qiziqarli ma'lumot, ikrom beshbarmoqda 100% otni go'shti ishlatiladi. 1 gram ham mol go'shti ishlatmas ekan. Bunaqa buterbrod yegandan keyin taqam uchib ketmasa bo'ldi. Yana bitta qiziqarli ma'lumot, bu yerda xamiri mutlaqo tekin ekan, faqat go'shtiga pul to'laysiz. Xamirlar yuqaligiga qaramay bo'shab qolmagan, dirkillab turibdi. Beshbarmoqni yeyish uslubini hozir ko'rsataman sizlarga. Birinchi qazini qo'yasizlar, go'shtni qo'yasizlar, xamirni yopasizlar va ichkariga qo'yasizlar. To'g'ri eshitdinglar, me'yoriga yetkazilib qovurilgan Shardaryo daryo balig'ining qovurilgan versiyasi faqatgina ikrom beshbarmoqda. Ikrom beshbarmoqning aniq lokatsiyasi Telegram kanalimda. Obzor yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.